Ular bərəkət izlədi-yu, pakizlik izləmədi. İzləməyətdi. Bəlkim yana izləməydi. Pakizlik goya ular bepayon okeanlarda ko'rgan, ammo süzüb olinmagan engüşlər idi. Pakizlik goya ular quluqi bilan tuygan, ammo qalbi bilan texi his qilib boqmagan chaqiriq edi. Ular süzük bir ma'naviyat izledi-yu, ilg'or pokizlik odati yaratanmadi. Ular ko'kka o'rlagan, suol yuklangan zarrachalardan tiz yo'llanma javoblar kutdi-yu, yetarlik pokiz bo'lolmadi. Ular shu bir formulani bilmadi. Bilmayotdi. Balkim yana bilmaydi. Qalb pokligi, turmush tozligi bilan har zaman o'ngtanasib. Ular ajdodlarininkidan halqıgan bir tafakkur izledi-yu, pokizlikni do'st tutmadi. Mehnat turmush odati niyatlariga chirkinlik qo'ndirdi. Aqlini bulg'adi. Kitoblariga yozilgan odamiylik falsafasi bosog'idan pokiz amaliy otlayolmadi. Badallaridan kelgan badburoq qalblariga yepishdi. Ammo ular sezolmadi. Ular bilinmadi. Hojatxona aslida faqat hojatdan darak bermaydi. Farzandlarga hayot tarbiyasi uchun bir maktab edi. Pokizlikdan ayrilgan shaxsiy tozlik ulardagi ideallarni texmi jahil qoldirdi. An'anaviy jahillik zamonaviy jahillik bilan qo'l tutishdi. Takrorlayman. Qalb pokligi, turmush tozligi bilan har doim o'ngtanasib. Pokizlikni o'ziga do'st tutmagan kishilar o'z ideyasining zulmi ichida yashaydi. Ular pokizlikni so'ymaslik badaliga kelgan xo'rliqqa o'zlari taqdir deb chiroyli ism qo'yib oladi. Ular balkim so'yimlik, ammo hamoqatdir.